Xo'p, plugins degan narsa bor bizada, ya'ni mayda-mayda qo'shimcha programmachalar 3D Max ichiga uстановка qilinadigan. Sizda ochiqmi hozir? Hamdan qayerda ochiq? Mana bu. Xo'p. Mana bu server bir balo deb tashadi. Обновить. Mana bunaqa yozuv chiqsa, ba'misini boshlaylik kerak. Xo'p. Загрузкаga tushdimi? Plugins degan mana. Ctrl X. Mana papkani olamiz. Kerakli joyga tashlab qo'yamiz. Chunki bizga kerak bo'ladi har doim bu. Извлечь qolamiz. Ideya qiladinglarmi Pinterestda? Topdingizmi? Qani tashlang gruppaga. Kapturmanda. Manda kaptur. Yasadingizmi o'zi? Hech kim yasamagan, ha? Xo'p. Bo'lsa ideyani bugun tashlanglar. Xo'pmi? Keyingi dars o'shani polni yasab renderni ko'rsataman. Nima deb yozdingiz Abdulloh qo'y? Poyskka nima deb yozdingiz? Ya o'zbekcha yozmanglar-da. O'zbekcha chiqadimi? Ishlaydi o'zbekchada. Xo'p, kirganda mana ptichkani olib qo'ysak, har kirganimizda mana bu narsa chiqyotmaydi. Mana buni close qilamiz. Xo'p, nastroykani ko'rsatib qo'ya boshlab, mana bu narsani olib tashlaymiz. Mana bu ham kerak emas. Xo'p, mana bu ham kerak emas. Xo'p, endi magnitni to'g'rilab olamiz birinchi. Grid point o'chiramiz, vertex, end point, mid point. Mana bu optionsdan uchalasini yoqamiz, oxirini o'chiramiz. Keyingisi customize, ya'ni o'sha o'lchov birligini to'g'rilaymiz. Metrda turibdi, millimetr qilib olamiz. Xo'p, mana millimetrda turibdi. Okay. Endi nima qilamiz desanglar? Scripting bo'limi bor. Mana shu yerdan run script qilamiz. Boyga papkaga tashlaganimizni ochamiz pluginsni. Mana. Bir boshdan uстановка qilishni boshlaymiz. Qanaqa qilamiz desanglar? Xo'p, birinchisi relink bitmap. Open deb bosamiz. Mana bunaqa yozuv chiqadi. Uстановка bo'ldi deydi, okay deymiz. Keyingisini uстановка qilamiz. Xo'p, print scene ketdi. Ptichkani bosib next. Yana uстановка bo'ldi, finish bosamiz. Keyingi script. Run script. Hop, endi collect asset. Yana uстановка bo'ldi dot. Endi mana bu paydo bo'lib qoladi, ya'ni o'chirib tashlaymiz boshidan. Mana shu yerga o'ng tomonga bosamiz. Hop, mana delete qo'ydik. Hop, o'ng tomonga bosamiz, customize, ya'ni nastroykasiga kiramiz menyularni. Toolbarsga kiramiz, ya'ni instrumentlar. Script emas, all commands deb yoqamiz. Bitta mana bunaqa komandalarni qo'yadigan joy yasab olamiz. New qilamizda, hop, plugins deb yozamiz. Okay. Hop, mana bunaqa oynacha qilib berdi, ko'rdinglar? Hop, endi sekin-sekin boyagilarni qo'yamiz. Hop, bilmaydi bizada ABC collect asset degani bo'lishi kerak. Mana. Qani mana bu? Orqasiga o'tib qoldi. Avtga qo'yamiz.
ikonkasi yo'q qoldi. Hal chiqadi o'zi. Xo'p, keyingisi relink bitmap ko'ring. Xo'p, relink bitmap mana. Keyingisi pronsen. Hoppa, qarasa pivot ketdi. Medical pro. Xo'p, mana. Uchalasini tashlab oldik. Mana bu yerga bundoq qo'yamiz. Xo'p, undan oldin bizda mana bu narsa yoqilgan bo'lishi kerak. O'qlarimizdan ko'rsatadigan access constraints yoqamiz. Bundoq qo'yamiz. Bizga hozir nechta joy kerak? 3 ta joy kerak, to'g'rimi? Kerak emas knopkalarni o'chirib olsak bo'ladi. Masalan, mana bunday kerak emas. 3 tali joy ochamiz-da. Mana shu yerga qo'yib qo'yamiz. Mana. Nastroykamiz mana shunaqa bo'lgani yaxshi. Bitta saqlanib qilib qo'yamiz, любой narsa chizib, o'shanda eslab qoladi. Xo'p, sizlar yo'q edinglar, ko'rsatib beraman. Mana bu nima qiladi? Pronsen. Kirgandan keyin mana bu so'rayotgan raqam bor-ku. For close to window press 1 deydi. Ba'zida 2 deydi, 3 deydi. O'sha so'rayotganini yozsak bo'ladi. Как antivirus modelni olib kiramiz-ku ko'p. Musor to'g'ilib ketadi. Musordan bitta startni bossak, tozalab beradi. Tushunarlimi anaqa? Clear. Keyingi anaqamiz relink bitmap. Bu model olib kirganimizda teksturasi ko'rinmaydi. Ya'ni teksturasining papkasi boshqa joyda bo'ladi, yoki umuman yo'q bo'ladi. O'sha teksturani ko'rsatgan joyimizda olib kelib ko'rsatib beradi. Yig'ib beradi ya'ni. Undan keyingi plagin mana bu yerda ikkita srilka chiqadi. Collect asset degan bu o'tkazib ham ko'rsatdim. Ya'ni o'sha 3D Max fayli bo'ladi, bitta papkaga yig'ib beradi, arxiv qilib. 3D Max fayli maps degan papka bo'ladi, uning ichida hamma teksturalar bo'ladi. Ya'ni kimgadir tashlab berasizlar faylni, mana shunaqa tashlab berishingiz kerak. Tushunarli? Masalan, ishlarni bajaringlar, interyerni qildinglar, menga tashlab beringlar deyapman, arxiv qilib keyin tashlab berasiz. Xo'p, kirasiz. Hammasini qilib bo'lgansiz, просто make archive bosasiz. Mana qayerga saqlashni ko'rsatasiz, faqat formatini 7z emas, zip qilasiz. O'l saqlanib qilib bo'ldi. Endi chiqamiz. Xo'p, mapda turibdi. Kirsanglar 3D Max fayl turadi. Maps degan joyda kartalar bo'ladi, teksturalar.